Erkin başladı. Koştukça. Birli pichoq bo'ladi. Buni qo'lda ham sindirib olsa bo'ladi. Bak hayret deseniz ha. O'sha sinib ketgan yerlar ekanda bular. Ha, sinib ketgan. Men bunaqa pichoq qo'ymayman. Qalundan qo'yasiz. Original qo'yaman mana. Original qo'yilatgan. Assalomu alaykum, hurmatli mekendoshlar, Janob Aytök kanalına talışçıları, tuğanlar bugün biz Jalolabad jergesine geldik. Jalolabad jergesinde buga çeyin özünüzler жақсы bilgendey. Tornado brendtagi номер 1 O'zbekistonda номер 1 bo'lgan нашul Tornado drabikaların buga çeyinde tatip kelgenmiz. Bu yerden Marufcan ağabeyimiz buyursa našul drabikalardan türleri boyunca, drabikalar boyunca malumat berет. Mына ушундай азыркы учурда эми козулар кайтты, малдары кайтты жайлоодон келип, мал жануктарды чөптү эконом болуп, жакшы кылып, кашек чарбай багам деген бир туугандар үчүн видео арналат туугандар. Видеонун аны чейин чогуу болуп, колдоо иретинде бир-бирден лайктан басыңыздар. Болгону 1 секунд убактыңыздар кетет, бир кнопка бир-бирден лайктан басыңыздар туугандар. Драбикалар боюнча буюрса четинен маалыматын алалы, бүгүн өзгөчө чыгарыш болмокчу. Драбиканын бардыгыны ийне жүйүнө чейин көрсөтүп, маалыматын беребиз, биринчи обзор кылабыз. Андан кийин мына ушул тартканы боюнча көрсөтүп маалымат беребиз. Марушан ака, ассаламу алейкум. Десеңиз жакшы ака? Жакшы алкамда. Машалла. Драбикалар даярдалып атат. Tayyor, Xudo xolasa aka. Азыр эми драбика боюнча бир четинен көрсөтөлү. Ачылып тургандан кандай болот, кандай жасалат, четинен көрсөтөлү. Xudo xolasa bo'ldi aka. Hozir hojaga mana birinchi bismillah. Drabikamizni Karkazı. Pichoqsiz holati. Bu rezinkasini olib turib, mana setga alishtirishdan boshlaymiz. Mana setka, mana bunda olishadi. O'ng'ayli. Qolgan bu setkani mana bu. Qalasa çöp, qalasa jem, ayırması yo'q mana. Bunda salib turib, almashtira olaveradi. Bu cho'pniki mana. Çöp tatam degenler mana çöp salaslardagi rezinkasini bunda qayirib turib, rezinkasini qo'yib olib turib, üstüne javaslardagi bu ham hozir rezinkasi qo'yildi. Çöp nemesi qadaldi. Anan bu motori qanday bo'ladi aka? Motori alyumin jez bo'ladi, hoji aka, mashina ham o'nqadi. Mana bunaqa. Alyumin jez qanday turi bo'ladi? Avtomat. Mana yerda tok ko'rsatib beradigan voltmetri bor. Qancha tok kelyapti ha? Aha, mashinaga qarab ishlatishaveradi. Tok past joylarda ham o'sha tokka qarab munchagan deb tok 170, 150, 120 tushib qolgan joylarda 120, 150 larda ishlatib bo'lmaydi-da buni. Shunga qarab ishlatishaveradi. Ko'tarilgan molda ishlataveradi ha? Keyin oson, bolt gaykasi qilib qo'yganmiz mana, ключ o'yliyor, oson. Tezda setkasini alishtirib, qolagan setkasini almashtirib, solib turib, suljadan Kuşaktan bo'ldi. Kuşaktan ilip o'tgan bo'ldi deydi. Üstünde emi James'a tatqanga emeler bilan бүтүн ko'ratasizlar. Mana shu drabikamizni endi hozir mana ish faoliyatida ko'rsatamiz. Hozir bu pichoqlarimizni ham aytib o'tib ketay, hoji aka. Pichoqlarni ko'rsatadilar. Endi setkasini bu Makkaniki, Makka mardagi bilan ham chiqaradi. Bu bug'doyniki. Bug'doyniki. Endi pichog'ida bu qarang, hoji aka, mana qalinligi 2 Mana mashda bunaqa yupqa pichoq ham qo'yishadi-da. Ko'ryapsizmi? Ayirmasin degan? Ayirmasin. Bu birli pichoq bo'ladi. Buni qo'lda ham sindirib olsa bo'ladi. Bak hayret deseniz ha. O'sha sinib ketgan yerlar ekanda bular. Sinib ketgan. Men bunaqa pichoq qo'ymayman. Qalundan qo'yasiz. Original qo'yaman mana. Original qo'yilatgan. Bunday qalinligini ko'ryapsiz-ku. Qalınlığını ko'rib turasizmi? Videoda dana ko'rinadi. Qalınligicha 2 qo'yiladi. Bunaqa yupqa birli qo'yamiz. Qalin pichoq qo'yilatganda buga? Pichoq qanday bo'ladi demak, Mana, mash terilgan 10 kilo 800 chiqadigan mahaviyli pichog'imiz. 10 kilo 10 kilo 800 chiqadi. Shu turishi. Mana yerda malatka o'ylari bor. Donni urib beradigan. Donni urib maydalab beradi. 5 ta bag'da, 5 ta bag'da. Общий 20 ta pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Общий, ha? Общий. Buni jez motoriga tok zo'r joylarga tavsiya qilaman. Bu jez motoriga tok yaxshi yerlarda ishlash yaxshi bo'ladi. Past tokda, misol 160, 170 larda jicha qiynaladi motor. O'zi ob'yemidan o vesta og'ir ekanda bunaqa? Og'ir. Endi mana shu o'nqaning og'irta bu. Mo'risi 5 kilolik pichog'imiz. Xuddi shuni 5 kiloligi. 5 kilo. Mana malatkoyi bor buni ham. Xuddi mana shu sistemada bo'ladi. Bu 5 kiloligi bu jez motorda to'kroq, pastroq 170, 180 joylarga
beraveramiz. Ishlayveradi. Ishlayveradi. Mana. Mashina tavsiya qilamiz unga. Buni tok zo'r joyga beramiz. O'zlari telefon qilsa, shunaqa desa, mo'ndan desa, qilib beraveramiz. Pichog'ida ayirma bo'layotgan-da. Ha, ayirmasi bor. Ha. Mana bari mana bu drabilkamizga ikkosiga alyumin motor bosib qo'yganman. Alyumin motor bosildi. Buni ikkosida jez motor. Mana ekonda jez, ekonda alyumin motor ekan. Ishlatib, bari birdek tortadi. Pichoqlari ham mana mo'larga hozir video davomida bu pichoqda chiqarmayapsan deyapti. Oldin mana ho'jaka men chiqarib, mana yerda hozir bo'shatib, mana yengil 5 kilolik pichoq. Ha, bu yengil 5 kilolik pichoq ekan. Ha. Hozir mana yengil 5 kilolik pichoq. Bunisini ham ochib ko'rsataman. Ha. Va 5 kilogrammlik pichoq turadi bu-dachi. Mana buni ham ko'ring, mana. Ha. Bu da dele o'sha 5 kilogrammlik pichoq turadi ekanda. Negizi pichog'ini ayirma bo'layotgan. Anan motorini ayirma bo'ladi. Bog'larda shunday. Hozir ham chetdan ish ustida ko'rsatadilar ha. Xudo xolasa mana shu hozir somon, beda, makkapoya shulardan tortib bir qator ko'rsatib o'tib ketaman. Bardig'im chetdan, bardig'im press bo'lgan. Chetdan tartib ko'rsataveramiz. Hozir mana shunda ho'jaka hozir somondan boshlayman. Somonni mayin qo'yib olib chiqaradigan. Qo'yga loyiq bo'lib. Ha. Shu tortib chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Bismillah deb ko'rsataylik. Bismillah. Ha. Keyin ho'jaka bunga ko'pchilik bu somonni muncha olib chiqarsa bo'laveradimi? Hamma narsani me'yorida tashab tursangiz tortaveradi. Hozir men o'zlari ko'rishadi. Qanaqa qilib tashab chiqarayotganimni. U tiqib tutasangiz hamma narsa tiqiladi. Bir ozginadan hozir ko'rsatib beraman. Bismillah. Hozirdan tez qilsangizlar topib beraveradi. Ama bökütüp kıyıp koysangızlar liboyla nersa qiynaladi. Bismillah. Bakın görüyorsunuz, bu koyga layık qilib, aytganda qo'pon bo'lib o'rgatdi hozir. Videoni oyog'ingizga ko'rsataylikmi? Qo'pon qaranglar. Bayağı koylar deytirgan bo'lib, o'tolmaydi. Tamam, qo'ponlar olib ketganda. Qarasdan qaranglar. Bizdaги alıp qo'yga, malga ishlatib desangizlar, ko'rsangizlar bo'ladi. Samandı o'ta sonunuz sağladı. Ketkasi var o'yisida bu mayda qo'yishni tayin. Tamam. Montaga bu vahşim toponlar olib qoldi-ku. Ha, aka. Bu qara. Ha, qaranglar. Atqot chiqib edi bundan. Atqot yo'q. Gevekni aralashtirib berib qo'ymasangiz qo'ylar jirg'aytdi, semiratdi. O'ta sonun. Bu o'sha qo'yga loyiqdi qilib topib qo'ydik. Endi bedani ko'rsataman shunda. Qoyani ko'rsataman hozir. Qoyanidagi, bedendagi chetni ko'rsataveramiz. Hozir mana ko'p beda soladi, ko'rsataman. Bedenda bu mayda qilib qo'yga loyiq qilib qatqanni ko'ramiz. Qanday mayda bo'ladi. Tartışın görürsünüz, öte sonu. Hocaka, belki gelin. Mana ko'ryapsiz, mana. Qolganlar o'z atib ketibman. Mana emeğe şey tutuşlar bo'tganda, mana shu yerga şey tutsangiz narani o'z atib ketibman da. Mana. Bu da o'sha qo'yga loyiqdi bo'lib maydalanibdir da. Bu qarang. Ha. Bedani setkali. Mana, bu yoqda ham mana setkasi bilan da. Ishindachi. Bundan yiriroq chiqaraman desa, Ha. setka qo'yishmaydi. Hozir setkasiz holatda ham chiqarib beraman. Ha, setkasi yo'qdan daha chiqarib ko'rsatamiz. Hozir endi mana bu makka presi. Press bo'lgan. Buning ichida kattasi ham bor, qarang. Ha. Mashina hozir mana shu setkada ham chiqarib ko'rsatay. Bir yo'li bismillah. Ha, setkasi bilan daha chiqarib ko'rsatamiz deydi. Hozir payani solganlar. Bak, ko'p döktü, hava yağdırda, seçti, saltısanlar.
Keldiler mayda koşunda. Payan salıtkan aranda. Bu bak koygalar setkası bilen da. Bu samonmi, poyami degan savol keladi. Ha. Qarang. Payanın da o'sha to'pinday qilibna. Mayda qilib. Payadan Molga- oshma chiqib ketganda, Molga bersa ham bo'laveradi, nozika. payani hem jiyish kerak ekanda, payani shunday bilsanglar, mol dele, qo'y dele shakarab bo'ladi oldindan, shakarab bo'lib qoldi. Hozir ham bu yerda pichog'i yo'q. Mollar qalay cho'ngroq qilib tortganimni ko'rsatamiz. Bular bayaqi 5 gramlik pichoqlarga tortib oladi. Buncha. Bunda mol boq qilib chiqarib beraman hozir. Ha, molga loyiq qilib Bismillah. chiqarib ko'rsatamiz bundag'ini. Bismillah deb ko'rsataveraylik. Xatarni ko'rsataveraylik. Payan solib qo'yamiz. Ha, maşallah. Çıkanı qarаңызlar. Qanday qiladi? Berganda yaxshi qilib olsangiz, to'pishni qilibchi. O'ta mutli bo'ladi. Samandı. Malga, qo'yga Payanı shunday salsa gitsin. Samandı. Salsa maydalab chiqarib qo'yiladi, qarаңызlar. Qanday chiqaradi? O'ta mutli. Mana shunday Hozirga bay qolib keldim. ha. Mana qarang. Mana men olib keldim. Bu setkasi qoladi, mana. Qara, chiqaveradi. Ha. Shunday salib oladi. Ha. Qanday yaxshi ko'rib turibsan, aylanib qan. Anan çok önemli. Nol üstüne ölçü. Bu yoqqa bundaydan chiqib ketadilar-da ko'rinchasi-chi. Ustiga unday chiqmaydi ekan, ha? Yo'q, betga tasmaydi. Betga chiqmaydi. Endi bu yoqdan chiqqanda, конечно, любой narsa chang desa changmaydi. Mana bunday ustidan bo'zg'ib bunday ko'tarilib ketmayotganda, chang'ichi ichkariga tortib ketayotgan. Ana ham bu yoqda bunday molga loyiq qilib tortilgan ko'rinsa, payadagi, samanдағы мынандай қылып майдалап малға лайық қылып қойды. Малдармен малға өрсеңіздер, мына қандай соны чөп болды. Қашек шықпайды. Малдардан чөпке дағы эконом болады. Бұйырса мына дробилкалардың түрін көріп отырсыздар. Мапшанка ортасында басын айтып қойылды ака. Басы қандай болады? Бағасы Hocaga bunga 5 kilolik pichoq qo'yib bersak, mis motorga 21 ming bo'ladi. Alyuminga qo'yib bersa 5 kilolik pichoq 18 ming bo'ladi. 5 kilogram pichoq, ha? Shunga tok yaxshi bo'lsa, tok 200 dan tushmaydigan joylar bo'lsa 10 kilo 800 lik pichog'imizni qo'yib beramiz. Mahaviydan. Ha, Mahaviydan u 25 ming bo'ladi. Dastavkasi bekor. Alyumin nima, jez bo'lsa? Ha. Alyumin bo'lsa-chi shonda. Alyumin bo'lsa Mahaviyliga qo'yib bermaymiz. Ha, alyuminni qo'yib berib aytadi, alyuminga qo'yib berilib aytadi. Yo'q, endi zaruriyat qo'yib bering desa 22 ming so'm qo'yamiz. 22 ming so'm bo'ladi. Bak qo'yib beraver deganlarga. Mınavardalı aylin belki 10 kiloluk dele dastavkası bekar. Bekor. O'sha summanın içinde. Ichida. Qayerga olib borasizlar? 7 oblastin markazlarigacha yetkazib beramiz. 7 oblastin rayonlarini olib borib yetkazib berasizlar. Xudo xolasa. Maşallah mına. Bağlar nuqtunuzlar 5 kilogramlik bolsa 22 ming so'm. Mına emas, jez bolsa-chi 5 kilogramlik pichog'i bilan, agar 10 kg 800 lik pichog'i bilan jez motor olsa 25 ming so'm, 25 ha? 25 ming so'm Qirg'iziston bo'yicha yetkazib bo'ladi. Negizi hozir mana 5 kilogramlik bilan tartib ko'rsatdik. Negizidan pichog'da to'q ko'p yerlarda ayirma bo'ladi, конечно. Hozir endi keyingi buday, jem, tartavu deganlarga mana buday olib kelib qo'yibdi. Budayni tartib ko'rsatamiz. Abdug'ob uni qopni ichida marday bilan makka bor. 3-4 ta chiqarib olib kelginda. Ha. Bunday budayni tartib mana bu yoqda bunday uqalangan, mana boshlaydi tartib ko'rsatamiz. Negizidan tandab aytak ha. Boshday uqalangan. Hech nima mana shu bitta drabilga, hojaga mashq qilayotgan ishlarimizni hammasini bajaradi. Hammasini tortadi. O'ta so'nin. Universalda. Ha. 1.50 drabilka
любой нәрсе тартады. Үйге алып барып, мына қанша килограмм батат дедіңіз бұл жерге? Bunga 40 kilo so'radi. 40 килограмм салып алады дағы, тезірек тартып қойды біреу, Ha. Азыр эми жемдерди да тартып көрсөтөбүз. Акырындан жемдерди мына мешокада мына даярдап койдук. Мен өзүм дагы азыр ниет кылдым мындай бул жагынан мындай бачок кылып жасап туруп элечи ящиктен. Анан жем тартсаңыздар дагы бар тегирмендеги деп үйдө деле тартып койсоңуздар болот да 200 кило 300 килоны. Hoji aka bizda bunaqa makka yo'q-da. Bu hozir nam. Suv deng a? Nam. Ko'ryapsiz-ku? Nam. Hozir mashina ham, mashinaqa ham tortadi qurug'ini. Qurug'ini tartib beradi. Hozir tashlab ko'rsatib beraman mashina davomida. Videonun bosh emesinde ko'rsatib. Bismillah deb na. Tartib ko'rsataylik. Bu hozir turgan drablikamiz mana shu alyumin motorda ishlayapti. Alyumin motorda? 18 millik drablikamiz ishlatyapmiz. 18 millik drablika ishlayapti, hozir ko'rasizlar mana. Mana bu yerda zaslonchasi bor hozir aka. Ochib qo'yasiz, mana pasayishni boshlaydi. Ketadi. Nasıl tartıyorlar mı? Ne bolca pasayıyorlar, gidiyorlar. Bana tartıyorlar tabii. Hem lan mesela atışta. Maşin 20 setkada 4 minut 5 minutga olib bormaydi mashina to'lasi. 4-5 minutda tartışlar. Bunda qani ham olib tashlaveradi. Olib ketaveradi, maydalab chiqaraveradi. Maydalab chiqarib tashlayveradi. Maşallah. Öte son. Tartuvaz yeni şu adet. Özlerden görüyorlar. Bayağı baştay tartağı, qanday tartat, bolovu degenlerge videoda göstertamiz qatarынан. Eko'nchini de chetine gösteramiz. Bo'ldi mына, enesi gösteraylik aka. Necha gösteraylik? Javob qo'yadim. Hozir endi mına tartılganını gösteraylik. Bak tegirmende çıkarıp qo'shonday chiqdi o. Maşallah, öte sonu. Hozir aka mana o'zi mana bu qarang, hozir 6 kilo 7 kilo tortib qo'ydim. Bir tane var bir jetbeyli mına. 6 kilodan köp, 10 kilo deyli var mına. Barаңыздар. Bu emi jem bayağı bazardagı jem bolup kaldı da tapkandaç. Türü var eкен, qarаңыздар. Emi malga үйдө tartып берсеңиздер болот. Arpa, buday, bu jem. 5 setkada hozir aka. 5 setkada. Bu 5 setkada ekan. Bu buğdayda 2 setka. Bu buğdaydakini ham hozir 2 setkada ishlatib ko'rsatib beraman. Bu 2 setka salıptır maydasından. Ana mınday budaydı tartып ko'rsatıyoruz. Bismillah deb mına. Buday da. Buday ketayotganini ko'ryapsizlar. Aslida ketaveradi hozir. Buni pasaytirib, ashuna ochib qo'yishadi bo'ldi. Ozgina. Javob qo'ysa bo'ladi deydi. Buni hozir aka ko'kka qarab ishlatishaveradi. Misol ko'k yaxshi bo'lsa, hammasini ochib qo'ysa tortib chiqaraveradi. Olib kelaveradi. Ko'k pasayga hammasida ham shu. Ko'k ozroq joylarda ozginadan solib ishlatishaveradi. Svetga qarab kesler. Svet ko'p bo'lsa, qo'lni ochib qo'yib satetsangizlar bo'ladi deydi. Azroq bo'lsa azroq ochib kesler. Hozir tartib budayni da tartib mana mashina sutdan chiqqanini ko'ryapsizlar. Un bo'lib qolganda mana shuni. Hozir ham yoqda. Hozir yarim qotga ochib qo'yganman hozirga. Yarım meşe turadi. O'zi sekin tortib Atib ketaveradi. Tartib atib ketaveradi. Qarаңыздар. Mana tartib atgan. Maşallah, öte sonun. Drabika universal tuğanlar. Sizler de aslında sonun drabikalarda alsanızlar bo'ladi. Sen aytqanday Qirg'izistonning 7 oblastina, rayonlarına yetkirib aqsiz ekan. O'sha sumanın içinde tuğanlar. Bol javob qo'yaman. Tartib at. Bol javob qo'yarsiz. Videoni mazmundu tartib beraylik. Sizler dağı like'tan basqancha turыңыздар tuğanlar. Barыңызlarga shunday drabikalarni Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. Sizler dağı alıp malыңыздарды, qo'yыңыздарды жақсы шығарғанға nasib qilgan bo'lsin. Bu qara buğday ekan de bunday olub qara un bo'lib qoldi, un bo'lib qoldi mı yağı? Bu 2 setka tartıldı. 2 setkada. Arpa buğday tartsanızlar mı? Malga qanday jem bo'ladi qarаңыздар. Arpani bunda tortish kerak hozirga. Arpa Buni qipig'i bor-da buni.
buni ichida setkani mana to'sib oladi. Bay emas deseniz ha? Arpanыкы. Shunday aka. Buday tartqanlarga, mына mayda tartam degenlerge mына менен tartsanızlar болот экен. Bo'laveradi. Arpandan bir setka çoğurak setka tartsanızlar болот экен. Негизинен универсал полный тартып берет, көрөт атасыздар. Hazır mына чоң драйвканы көрсөтөлү ака. Бул Türk faska dediniz la? Bu 3 faza, xohlasa bu universal. Bu ham aşı yemam, cho'pam tortaveradi. Любой нерсе тартып берет. Tortaveradi. Mına bu kirini almashtırıp koyat jemge. Bunkiri o'ziqli, shilangili tortaveradi. O'zma ishlangan bilan tartib berет deydi. Bak buday arpani mestasidan tartib maydalay beretken da. Hazır ham buni dagı көрсөтөлү ha üstünde. Ko'rsatib Bu Drayvikaның өтө мыктысы да. Bak çoğ mal fermalары barlarga bir presli şunda salganda bir 4-5 degechеңи уже алып киретет да. Четинен көрсөтөлү. Даярдап алың. Sekin. Hocaga mana presti ham butun buzyapman. Az üzülgön görüңүздөр. Jipti qıtlet tarsa tele üzülüp ketdi. Bütün pres. Hazır şunday bir başlayız bismillah dep. Qanday boluşunu az görөсүздөр mı? Bismillah. Başladık baka. Abdug'a Biz alı sıra turaylı. Yettik başladık. Yettikçe. Hocaga kelib ko'ring. Bu baya Umuman qolmadi. tığılıp bana yol var. Sıralap gitmeyken de. Qilmaydi. Qarаңыздар. Баягы 50-те, 100-те, 100 baş buqa qarmagан, mal qarmaganlarga машина айдап айтканда саманды қараңыздар. Qanday? Mayda sal. Bir көмнөн тагы атайын, буну коюп койсоңуздар мына. Саман дем малга ылайыктуу кылып өтөсөң. Бул деле пая тандабайт, кете берет. Yo'q tashaverasiz bunga. Hamma narsani tartaveradi. Maşallah. Trafaskan qanday bo'ladi aka bu alpar uстановкасы? Uстановkasi olib borib uyga o'zimiz o'rnatib kelib beramiz. Alpar o'zingiz o'rnatib berasiz. O'sha ferma katta ko'p moli bor joylarga o'zimiz olib borib o'rnatib, ishlatib ko'rsatib beramiz, tushuntirib. Tushuntirib polni ko'rsatib berasizlar. Maşallah. Bahasini qancha qo'yasiz? Bahasi 95 ming so'm. Ozgina kami bor. 95 ming so'm. Hamma yo'qlari bizdan. Shitleri polni o'zingizdan bo'ladi. O'zimizdan. Shit polni komplekt bo'larkan. 95 ming so'm kemi bo'ladi deydi. Alып barib uстановка qilib ko'rsatib barini uyratib qo'yamiz deydi. Hocaga keyin mana hozir o'chirganimizga ancha bo'ldi. Hali ham to'xtagani yo'q, ko'ryapsizku. Kecha bir aytganday bu o'chgandan keyin bir press tartib tutguday deganda yo'l topqa. Shunaqa. Drayvikaның o'ta mıqtısı. Жақшысы chiqyapti onlar. Mavshan aka, Drayvikaga so'z yo'q aka. Buyursa ekranға nomeringizni qoldiramiz. Qiziqqan ağalar kengir baylanışverasizlar. 7 oblast sostavka bor dedingiz ha? Bor. Kelgan yana bir narsani aytib o'tib ketay aka. Beeline ishlatamiz. Biz Beeline nomerlar qo'yganmiz-da aka. Keyin Beeline WhatsAppdan cholishsa sirasi tushadi. Bizga Beeline'dan tusha olmayapmiz deb aloqaga chiqishyapti, telefon o'chib tushyapti. Har doim mana shu ahvol bo'lyapti. WhatsAppdan cholishsa, Prямо WhatsAppdan. Mına birinchi nomer, men жазып qo'yim, birinchi nomer bu yerga dag'i. O'sha birinchi nomerga WhatsAppdan сохранить qilib turib, Drayvika deb turibdilar. Sразу chalsangizlar, WhatsAppdan ответ qilib javob berishadi onda. O'shandan butkunda bir nima taroz bo'yicha tartqanmiz. Bu taroz bo'yicha da ko'rsatib ma'lumot berib qo'yinglar. Bu tarozimiz aka 2 tonna. 2 tonna ko'taradi. Ko'taradi. Mol tarozi, mol bozorlarga qo'ysa bo'ladi. Mol bozorga olib borib qo'ysangizlar bo'ladi ekan. Mol tarozi 2 tonnaga chayin tartar ekan. Bu cho'ng buqalar kelsa dag'i kirgizib ko'rsatamiz. Keyin yemxonalarga ham bo'laveradi aka, mana bu yerdan bo'sh edi. Buni olib tashlab turib, narsa qo'yib tortsa ham bo'laveradi. Boshqa narsa qo'yib tortsa ham bo'ladi. Atrofini olib qo'yib. Hozir 0 bo'lib turadi, ko'rib turasizlar. Hozir ham da chiqib ko'rsatamiz, toshna ko'rsatadi deydi. Chetdan chiqib ko'rsatadi. Chiqin aka? Sanam chiqadi. Mana ham 83 kilogram chiqdi. Akamlar Alhamdulillah, bismillah. Уже чекеден qo'shilib ketdi, buna qarangizlar. Жалпысы 220 kilogram chiqdi buna. Qarangizlar. Tarozaning o'ta son. Va mal bozor olib borib qo'ysangizlar, laboga botadi aka? Botadi. Laboga juktaydi. Mal bozor olib borib
Көчүп har mal bozor qilsa da bo'ladi. Ha. Ha. O zaryat ham 5-6 kunga bir haftaga yetaveradi. Bir zaryadlab qo'ysa 5-6 kunga jetib qoladi. Ha. O'ta sonun. Uyga zaryadlab qo'ysalar dag'i qayra mal bozor qidirib bir jumada bir zaryadlab qo'ysangizlar jetaveradi ekan. Endi mal bozor nesi bilan bozor kommen сөйлешип turib apарып bir жерine qo'ysangizlar, aslında bu qadarni ko'p tartishadi. Va taraza qolganda-chi, tarazani ko'ringizlar. Mashina aka bosi qancha aka buning? Bahosi buni aka buni bahosini hojaga $600 qilib beramiz. $600 qilib berasiz. Dastavkasi ichida. Dastavkasi içinde $600 qilib berasiz. $600 alasizlar. Har bazar уже kireshada. Sizlar misol bir jumada 4 bazar qilsangizlar, yaxshi ishlesangizlar bo'ladi. Yani bazarda ko'pincha 50 so'm, 100 so'm точно bilmayman, biroq shunday tartiladi-da bir malda-chi. O'ta sonun. İşinizga egillik aka. Doim shunday ya, yaxshi draglarni chiqarib, nomer 1 Tornado branddagi draglarni chiqarib yurishga Alloh taolo nasib qilgan bo'lsin. İşinizga egillik. Shunday aytganlar, kanalga qator like'dan bosib qo'yingizlar. Har ko'rsatmalar bir videoni like'dan bosib qo'yingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.